O'zing qilishlaysan. Hozir shunda meni ayam tug'maganmi? Ha? Kim tuqqan meni? Bitta boshqa ona tuqqan seni ko'chadan topib kelganmiz. Hop. Bekor topib kelyapmiz. Sen ko'chada turishing kerak edi. Qara-da Sabohiddin, sen mendan keyin tug'ilgansan-ku. Qanday sen meni olib kelgan bo'lasan ayamlar bilan? Ayamlar bilan olib kelmaganman. Tug'ilmasingdan oldin rejalashtirib olib kelganmisizlar? Sen mendan keyin tug'ilgansan-ku. Sen mendan 16 yil keyin tug'ilgansan-ku. Sen tug'ilgansan-ku. Menga qiz ham topmaysizlarmi? Kim topadi? Asha onang topadi. Meni onam kim? Qaydan bilasan? Boshqa onang bor-ku, magarrimi? Ha. Sen kimi bo'lasisan? Ayam bolasimi? Ha, meni ham ayamu? Yo, sen ayam emasmi? Kim ayasi? Sen ayam kim aytdimi? Kambag'al. Men ham kambag'almanmi? Ha? Hamma ikkilang. Yo, ayam kambag'al emas. Ha. Sen kambag'alsan. Ha, men kambag'al bo'lsam, mana futbolkamni o'zi seni usti boshingdek narxi-yu. Ha, olib berishimdi. Kim olib bergan? Dadam bilan ayammi? Sen ayam deyotgan odam olib berganmi menga? Ha, bo'pti, u ham men ayam bo'ladimi? Sen cho'jadan topib bir yo'la kiyim olib olishganda senga. Yo'q, shunaqami? Azimda sen kambag'alsan, sen boy bo'l. Sen mana shu yerda yashaysan-da bugun. Ha. Asra olganmiz a? Ha, asra olganmiz. Asra olganmiz u. Asra olganmiz, keyin senga qiz topamiz. Qaydan topasan? Andan baqdan. Nima qilaman-ki u qizni men? Sen sho'yib o'tirasan. Yo'q, Sigaret chekasanmi? kim aytdi sigaret chekadi deb meni? Ulug'bekni xotiniga o'xshaysan, sigaret chekadi. Ulug'bek kim endi? Ulug'bekni xotini sigaret chekadi-yu. Kim u Ulug'bek? Aytdi, videochi bo'ladi-yu. Sen hali mittivaynlarda aytyapsanmi? Ha, asini xotini sigaret chekadi. Ko'rganmisan? Ha, xotin. U faqat video uchun chekkan. Rostdan chekmaydi u. Xotin chekadi, nimaga aytaymi? Ha. Ulug'bekka deb turib, sigaret olib kelveraman senga degan. Shunaqami? Sigaret kerak emas, benzin kerak degan. Sigaret olib kelveraman degan. Bo'pti, sigaret chekaveraman degan chekkan. Sen ham chekasan-a? Chekasan, ko'rganman chekkaningni.